Siz hali bunday manzarani ko'rmagansiz. Osmonni to'liq o'z qo'liga olgan 11 mingdan ortiq dronlar haqida eshitganmisiz? 17-iyun kuni Xitoyning Chungsin shahrida butun dunyoni yodida qoladigan tomosha taqdim etdi. 11787 ta dron bir vaqtning o'zida osmonni yoritdi. Nafaqat surat, balki harakat animatsiyalarini ko'rsatdi. Bu shouda Chungsinning tabiati, daryolari, tog'lari, zamonaviy shahar manzaralari va qahramonlarni jonlantirdi. Guinness rekordlar kitobi rasmiylari bu shouni tarixdagi eng yirik dronlar orqali yasalgan aero tasvir sifatida tasdiqladi. Bu bilan Xitoy o'zining 2024-yildagi 10297 ta dron rekordlarini ham ortda qoldirdi. Bu faqatgina texnologiya emas, balki Chungsinning 28 yil mobaynida o'sish va madaniyat iftixorining nishonasidir. Endi savol, agar sizga imkoniyat berilganida 11 mingdan ortiq dronlar bilan qaysi tasvirni chizgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.